Davom etamiz. Tibbiy preparatlarning qonuniy muomalasini ta'minlash va noqonuniy savdosiga yo'l qo'ymaslik maqsadida huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan tezkor tadbirlar davom ettirilmoqda. Qiziriq tumanida o'tkazilgan navbatdagi tadbirda kuchli ta'sir qiluvchi dori vositasini shifokor retseptsiz va dorixonadan tashqarida sotish holati aniqlandi. Tafsilotlar bilan galdagi lavhamiz orqali tanishasiz. Dori vositalaridan belgilangan tartibda foydalanish inson salomatligi va xavfsizligini ta'minlashning muhim shartlaridan biri. Shu bois tarkibida kuchli ta'sir qiluvchi moddalar mavjud bo'lgan dori vositalarining qonuniy muomalasi qat'iy nazoratga olingan. Qiziriq tumanida o'tkazilgan tezkor tadbirda ana shu talablarni buzish bilan bog'liq holat aniqlandi. Departamentning Qiziriq tuman bo'limi hamda boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlari hamkorligida tumanning Do'stlik mahallasida joylashgan umumiy ovqatlanish shoxobchasida fuqaro M.A. kuchli ta'sir qiluvchi dori vositasini qonunga xilof ravishda sotayotgan vaqtida ushlangan. Aniqlanishicha, u shifokor retseptsiz va dorixonadan tashqarida 2 qutidagi 8 ta blisterindan iborat jami 80 dona benzanol 100 mg dori vositasini 500 ming so'mga kelishgan holda sotmoqchi bo'lganida tadbir ishtirokchilari tomonidan ushlanib, dori vositalari ashyoviy dalil sifatida olib qo'yilgan. Mazkur holat yuzasidan departamentning Qiziriq tuman bo'limi tomonidan fuqaro M.A.ga nisbatan Jinoyat kodeksining tegishli moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Shifokor tavsiyasi va belgilangan tartibsiz muomalaga kiritilayotgan bunday dori vositalar nafaqat qonun talablariga zid, balki ulardan foydalanuvchilar uchun ham jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Shu bois bu kabi holatlarni aniqlash va ularni oldini olishga qaratilgan nazorat tadbirlari izchil davom ettirilmoqda.